Obzorni boshlaymiz bo'lmasam. Bizga kerak bo'ladigan narsa birinchi o'chirit Niva mashinasi. 3 ta eshikli deyiladi mana. Mana 1, 2, orqasi 3. 3 ta eshikli. Hop, endi Lapatka обязательно kerak bo'ladigan narsa. Profilli trubadan yasab olinadi. Uzunligi sopi 70 cm, ma'murisi 10 cm. Bu yog'i oddiy lapatkaga svarka qilib qo'yilgan. Keyingisi bizada yashikchada bu ham har doim ishlatadigan narsalardan bittasi. Portlab ketishiga sal qolibdi. Shampun, shlanka, machalka, kallasi shlankani, zaryadga qiladigani, keyin mana bu narsa. Bu narsani bosib tursa ishlaydi. Bosib tursa o'chadi. Shunaqa narsa. Buni ichini ochib ko'rdim. Polni elektronika, motor hammasini ustidan quyib tashlashgan kleyga o'xshagan narsa. Suvga tushib ketsa, ichiga suv kirib ketsa ham hech narsa qilmaydi. Mana zaryadkasidan suv kirib ketsa ham hech narsa qilmaydi. Nimaiki, men bir marta shu ochiqligicha suvga qo'yibman. Prisoskasi bor. Tamom bizildi deb o'yladim. Ichini ochib qurtaman desam, ichi hammasi joyida ekan. Ishlab turgan ekan. Geldilar dusha sovun. Bularni joylab qo'ya qolay, erinmasdan hozir. Anaqa quplanadigan bo'lish kerak. Keyingisi ventilyator. Ventilyator Type-C dan ishlaydi, o'zini batareykasi yo'q. Powerbankdan ishlatish kerak. Men bu superkagichlar menda bir sezonda uje mog'or bosib, tuz bosib bir balo bo'lib ishlamaydigan qoldi. Lekin ventilyator ishlaydi. Ventilyatorsiz hayot yo'q. Bu qoziq iplar, bu markizani zapasnoy nimasi. Shnur, uдлинитель taxminan 5 metrcha. Bu baliq soladigan sadok. Bu GoPro narsasi, action kamerani. Bunisi zaryadniy устройство 220 volt, 7 amperliymi shunaqa. Bu ключ nabor. Buni ham olib yuraman, hali bir marta ham ishlatmadim. Hatto ishlatdim, balon alishtirganda ishlatdim. Men ancha bo'ldimga. Men bu svet bu. Buni shnuri ham 6 metrcha, taxminan balki bundan ko'proqdir. Uzunlik qiladi. Bundan kaltaroqsa ham bo'ladi. Bu nasos. Prikuritildan ishlaydigan nasos. Bu ham busiz yurib bo'lmaydi. Bu kolonka. O'zini batareyka bor. Telefon, taxtakach, powerbank. Kecha haligi Izabella qulpini olganda kelib qolgan narsa. Trenoshka, buni ishlatmayman oxirgi payt. Men buni ham ishlatmayman oxirgi payt. Buni ham hali ishlatganim yo'q. Fanarik обязательно kerak. Zaryadniy устройство 220 dan ishlaydigan shnurlari bilan. Salfetka kattasi oqi. Tak. Bizani musul paket. Instrumentli yashigimiz. Bu boyagi ventilyator qopqog'i. So'mka, pul, dokument. Bolg'a, skoch. Kim o'ziga nima xohlasa o'shani pichoq chaqlaydigan men olib beraman. Perchatka, paypoq, solidol. Bu nima edi? Bu arqon. Stashga tortsa, qattiq tortib qo'yadi. Nimalardir boylashga.
shapka bu ham hech ishlatilmaydi. Bu yoqdan bu yoqqa yuradi faqat. Yo, endi bu yoqqa yashiramiz. Buni tagida nima bor edi? Ha, buni tagida nima elektr choyni anaqa ishlaydi. 1 litrli vati 0,6 litr 600 watt. 600 watt. Mana bunaqa nasos обязательно olib yurishingiz kerak. Buniki menda elektronisi bor edi, buzildi. Bunda knopkani olsam ham o'zi jiq etib chiqardi. Buzildi. Mana shu yig'iladiganidan olishingiz kerak, uzumda bor. Produktda. Mana Abbos berib yuborgan narsalar bilan. Ha. Endi tuzlama mabodo hay qilishga nima deyapti? Soya, oddiy uksus, sirka, piyozga. Mana bu 96% uksus. Bu yoqda o'sha yeydigan narsalar, bir narsalar, tuxum, sut, chili, ikkita chili olib yuriladi har doim. Nimagaki? Baliq tutganda, tozalaganda, nimalardir qilganda, mashina yuvganda hammasida shu chili kerak bo'ladi. Qiziq joyi. Tuxum pishiradigan. Men ikkita tuxum yeyman deb, shuning uchun ikkitalik zo'rg'a qidirib topdim. İçiga ozgina suv solinadi. Mana bu tuxum qo'yiladi. Qopqog'iga yopib knopkasini bosiladi. Keyin telefonda OK Google поставь таймер на 15 minut deb qo'yiladi. Хорошо поставили deydi. Keyin 15 minutdan keyin jing'illagandan keyin tokdan o'chirasizlar. Sovigandan keyin archib yeyverasizlar. Labo artadigan suv 8000 so'm turadi. O anchaga yetadi bu. Nima bu? Ho'l bo'lib turibdi nimagadir. Mana bu narsa eng qiziq narsa mana shu. Hozir buni ko'rsataman sizlarga. Mana o'zi ko'rinadimi ishqilib? Mana. Bu narsa kun isib ketganda oynani ochib yotishga kechqurun. Ko'p videolarda ko'rgansizlar, mana bunday qilib taqiladi. Oynani ochib qo'yaveriladi. Lekin degan joyi bor. Chivinni, xudoga shukr. Chivinni bitta xususiyati bor ekanda, bilib qo'yganinglar yaxshi. Chivin mana shunaqa urilib uchar ekan. Mashina orasiga kirib ketar ekan. Orasiga kirib, o'tib, keyin pastga ucha olmay charchagandan keyin tushib, ichkariga kirib ketyapti. U ko'p yillik desa ham bo'ladi, praktikada ma'lum bo'ldi. Agar mamiti mana shunaqa ochilib yotsa, mana shu ochilib yotsa, buni qo'ygandan foyda yo'q degan xulosaga kelganman. Bu bakoyi ustidan qilib bo'lmaydi buni. Bundoq qilib. Yetmaydi bu. Bari tegi ochilib yotaveradi. Shuning uchun. Men betga magnitlarim ko'p-ku. Magnit chiqqat yopishtirib qo'yaman. Magnitga ikkinchi magnitni chiqqat yopishtirib qo'yaman, bo'ldi. Kerak bo'lsa magnitga ham yopishtirib qo'yaman. Uchinchi magnitni. Keragi ham yo'q, o'zi kirolmaydi, 100% kirolmaydi. Двойной защита bo'ladi shunda. Eng kerak har doim ishlatadigan narsa. Bu yoq eshigniki, bu yoq eshikning cho'ntagiga turadi, narigi eshigniki, narigi cho'ntagiga turadi. Masalaga o'tamiz. Bu yerda birinchi yuzidagi narsalarni tushuntiraman, keyin sekin pastga tushiramiz. Bu induksionniy plita. Induksionniy plita bu bundan chiqadi. Mana shunaqa plita bu. Xiaomi'niki.
kofe qaynatish, ovqat pishirish degan joylarida juda foydasi tegadigan narsa. Men bu kundalik 68 yozib olganman, 3D printerda o'zim yasab olganman. Ichiga tegiga upakovkani pokegidan qilib, taqir-tuqir qilmaydigan qilib qilganman. Xalaqit bermaydi, yaxshi. Bu toza suv, ichimlik suvi, buni ham 3D printerda yasab olganman. Ichiga atrofiga bunaqa narsa qilganman, lekin bu shilinib chiqib mana bunaqa bo'lib turibdi. Lekin yaxshi, o'sha zo'r turibdi. Bu ichimlik suvim meni, toza suv. Filtr suv. Xo'sh, kelgan. Men bu yerga gaz olib kirganman, gazimiz bizada mana bu. Mana agar bilsanglar, gaz plitani mana bunaqa gaz plita sotadi-ku. Mana bunaqa. Hamma ribachskiy magazinlarda bor. Buni men Rossiyada lentadan olgan edim. O'zimniki sal laqash qildi olib qolib mantilar. Qirg'izistondan olganim. Buni mana oddiy gaz ballonga tushadigan narsa-da bu. Men oddiy gaz ballonni kesdimda, ichida shlankasi nimasi trubkasi bor ekan, trubkaga mana bunaqa shlanka tiqib, xamutda qotirib, mashina misol uchun mana qotirsa bo'ladigan qilib qo'yib olganman. Doqsa yonadi. Onson qulay. Lekin buni ham o'zining to'nkislari bor ozgina. Hali ventilni juda ham kam ochish kerak. Kam ochmasa nimaroq, mana nimani plitani reduktoriga zo'r emas unaqa. Reduktor yaxshi ishlamaydi. Bilmayman nimaga uncha yaxshi ishlamaydi. Indan kelgan. Bizani Sveta muzikamiz. Buni endi kichkinaroq qilib qo'yib olishimiz kerak. Bu panel birinchisi orqa svet, uchinchisi oldi svet. Mana bu dizelni atapitel 12 volt qo'shib beradigan. Mana hozir qo'shilib turgan 12 volt xaladni yoqib turibdi. Mana ikkinchisi palova atapleniya. Mana palova atapleniya ishlashni boshladi. Buni o'chirib qo'yamiz, kerak emas bizga palova atapleniya. Kelgan. Mana bu haligi 600 milligramli tefal choynagimni shuni urib o'tdi, yotibdi. Xo'sh. Bu dizelni atapitelli pulti. Mashinadan upravlat qilaman. Men bu palova atapleniyani pulti, bu yerdan balon pas qilaman. Bu DC charger Bluetooth telefondan ko'rsa bo'ladi, lekin praktikada ishlatilmadi bu narsa. Bu ishlab yotibdi, lekin men o'zim tekshirmayapman. Bu 2,5 kilovatli invertorli pulti bu. Bu yerdan o'chirib yoqsa bo'ladi, ishlatib ishlatmasa bo'ladi. Kelgan. Mana bu palova atapleniya. Ikkita donasini qo'yganman. Bu yog'iga bittasini ulaganman. O'rtada datchik temperatura, mana qizil ingichka sim. Bu yoqda ikkinchi anaqa. Ikkinchi kontakt. Plus minus ulanadi. Yog'i keyin ishlayveradi. Tak, bu bo'ldi endi. Bu yoqqa o'tamiz. Bu meni dizelni atapitelim bu. Dizelni atapitel. Mana bu narsa ko'tarilib, mana bu yerda 5 litrli baklashga turadi. Mana bu narsa 5 litrlikning ichiga tushiriladi. Bu buraladi, mana bu havo kirib turishiga, puchqayib qolmasligi uchun. O, ana unisi
o'sha ligisi to'plovning nasosi tiqir qilib ishlaydigan. Mana bu yerga bitta moslamam bor, hozir yechib qo'yganman. 5 litrli baklashga shundoq tushadi mana shu yerga. Qishda kerak bo'ladi yoki Rossiya o'tbetligiga borganda kerak bo'ladi. Hozir kerak emas, shuning uchun buni uzib qo'yganman. Agar ekstrani kerak bo'lib qolsa, qotib qolib muzlaydigan bo'lsam, mana shu narsani sekin sug'urib turib 1,5 litrli yoki 2 litrli baklashkaga dizel sotib olib, zapravkadan ishlatsam ham bo'laveradi, xohlasam. Anchaga yetadi bu. Bu bizani xolodilnik, Alpikol 15 litrli. -20 gacha sovutadi, lekin praktikada -18 bo'lib chiqdi. Mana hozir ishga tushdi. Ichimizdek zo'r ishlab beradi bu. Praktika nimadan, sinovdan o'tdi u. Choyni oddiy olovda ham qaynatsa bo'ladi. Nimada ham qilsa bo'ladi, induksion plitada qilsa ham bo'ladi. Kofe, murch, mana shu kofe varka, quruq choy, ziravorlar mana shunaqalar bu yoqda. Bu narsa oldidagi pol bu. Bunday ko'tariladigan xususiyati bor buni. Tagida mana oyoqchalari bor. Har xil oyoqchalari bor. Hozir buni joyiga qo'yamiz. Buni joyiga qo'yishdan oldin tagiga qo'yiladigan narsalarni qo'yib olishimiz kerak. Mana bu kam ishlatiladigan kulishlar nabori. Qachon kerak bo'lishini hech kim bilmaydi. Kerak bo'lmasin ham shu. Mana tagida turaveradi bular. Qolganini keyin qo'ysak ham bo'laveradi. Mana bu yerda ikkita mana shu temiri bor. Shu temirni joyiga tushirib olamiz-da. Mana bundoq. Mana bu narsani mushit qilar ekan. Bundoq bo'ladi. Mana endi tagiga qolgan narsalarni tiqamiz. Shtativ, shnur. Hamma shu yerga ketadi. Kam ishlatiladigan narsalar. Yashik mana instrument kulish. Sochiq kerak. Endi tekshirib ko'ramiz. Buni yopilmayapti, shuning uchun oldiroq surish kerak. Ana. Endi yopiladi. Mana bu narsani bundoq tushib qo'yamiz. Sekin qolgan narsalarni ham tagiga tiqib tashib yuramiz-da. Tagida joy bor. Joy bo'lgandan keyin bilan tiqsa ham bo'laveradi. Kam ishlatiladi, lekin bir ishlatilib turadi. Dushovой nabor. Bo'ldi, ana joyiga kirib ketdi ham. Endi mana sidenkan orqasiga o'tamiz. Sidenkan tagida gap ko'p.
Mana bu 320 talik akkumulyator. 320 talik akkumulyator. Bu yerda 1 2 короче 12 volt 320 amper. O'sha simlari ham shuning uchun qalin. Mana bu общий o'tbet tutab ketadigan bo'lsa uzib qo'yishga bu. Mana bu BMS, katta BMS turibdi, keyin распределитель turibdi. Mana minuslar bu yoqdan chiqib ketyapti, plyuslar bu yoqdan. Mana bu zaryadkaga uyga borganda 220 dan zaryad qiladiganimniki. Mana bu kichkinadan ham zaryad qilsa bo'ladi, mabodo bu yonimda olib yuraman. Hozir mana buni tagiga qo'yib yubordim-ku. O'sha zaryadga bunga tushadi. Mana bu inverter. Juda ham sifatli, zo'r inverter ekan. 2,5 mingtalik. Menga juda ham yoqdi. Zo'r ishlab berib turibdi hozir. Bu огнетушитель qo'yadiganim, огнетушителni kerak payt ishlataman desam, uyda sim tutab ketganda otsam hech narsa bo'lmadi. Keyin o'zinglar ko'rdinglar internetda u obmanka ekan. Shunaqa normallikni olib qo'yib olishim kerak. Bu birinchisi plysos qo'yadiganim. Plysos ana shunda plysosim mana shunda turadi menda. Shunaqa gap, endi tagiga o'tamiz, tepaga o'tamiz patolokka. Shu patolokka o'tsak, mana bu regulyator bu временный. Временный regulyator. Временный deganim ishlatmayotgan paytim bu ikkita shurupgacha buni bagajnikka otib yuboramiz. Bu tepadagi kamerani chapga o'ngga buradigan qurilma. Mana bu yashikcha bu eski Vipsga lekin ishlab turibdi hozircha. Bu mikrofonimni narsalari. Mana mikrofonimni narsalari bu. Bitta tanishtirib chiqaman-da hozir sizlarga. Mana bu narsa hammasi magnitda, mana magnitlarni ko'rasizlarmi? Shaqillab yopishadi. Bu action kamera, mana shu hozir zapis qilayotgan kameramni qopqoqchasini yopib, mashina ichiga shunday tushadi. Keyin ishlatmayotgan paytim buni tepaga oyoq ostida o'tbetda dumalayotganida bunday qilib yopishtirib qo'yamiz. Bu narsa bu ko'ryaptimi? Bu juda ham plotniy bo'lib ketib qolgan bu. Sal kamaytirishim kerak, bemalol olsa bo'ladigan qilib. Sal qiynalyapman har gal. Mana shunaqa yashikcha poket izolonni qalinidan двухсторонний skochda yopishtirib chiqqanman. Bu action kamerani batareyni bloki. Buni qayerdadir mana knopkani bossa mana ko'rsatadi. Tok bordi. Mana ichida ikkita akkumulyatorimiz bor. Ikkalovi ham mana zaryajniy turibdi. Yopamiz, solamiz. Buni ham mana magnitlari bor. Tepaga bunday qilib chiqqatga yopishtirib qo'yadi. Bunisi bizada 360 kamera. Buni bu gal ishlatganim yo'q. Buni ham o'z joyi chiqadi ishlatadigan. Bunisi bu svet, qo'shimcha svet. Juda ham bir zo'r firmanikini topdim, yaqinda sразу ikkita oldim. Mana bunaqa regulyatorlari bor. Короче, oq svet, qizil svet rangini, balandligini o'zgartirsa bo'ladi haligi. Kuchliroq, kuchsizroq qilib. Bu ham xuddi shunaqa, mana bu eskichasi meniki. Eskicha prostoy, buni noqulay tarafi mana knopkani bosib, ushlab turish kerak. Keyin yonadi mana. Buni ham haligi issiqlik darajasini orqada knopkada regulировка qiladi, noqulay. Lekin kerak bo'lsa ishlatsa bo'ladi buni ham. Bu yoqda bunaqa narsa.
stabilizator. Bu sotuviy telefon yoki action kamerani qo'yib, odam qayoqqa yursa bu ham ketidan o'sha yoqqa qarab syomka qiladigan narsa. Bu gal ishlatganim yo'q buni. Orqada yana GoPro dema action kamerani suv ostiga tushganda ustiga kiyg'izadigan kiyimi bu. Buni ham hali ishlatganim yo'q, nimaki barmoq hali ham bitgani yo'q, suvga tusha olmayapman. Bizdan barmoq bitishimiz cho'zilib ketdi. Yana oxirgi narsa. Oxirgisi mana bunaqa narsa. Bu filtr bu. O'sha action kameramga juda ham kun yorug' bo'lib ketib qolsa, basharasiga kiyg'izadigan. Buni shunchalik kam ishlatganimdan qanaqa ochilishi ham qiyin. Mana bunaqa narsalar. Shunda ustiga kiyg'izib qo'yiladi. Orol dengiziga borganda shuni ishlatdim-ku, ko'rdinglar. Bu hozirgi aytganim, mana bu hozirgi filtr. Bu eskidan bilasizlar, nima? Cappuccinator. Bu oldin yashikchani ichida yotardi, men knopkasi shaqir-shuqur yurganimda bosilib ketib dirillab, rosa jonimga tegardi bezovta qilib. Men bu 3 metrlik tayoqcham. Bu 360 kameraniki. Men bu 1,5 metrlik tayoqcham, 360 kameraniki. Bu hozir ishlatib turgan trenoshkamni turadigani. Mana bu kaltasi, o'shani kaltasi mana. Qo'l dumalab yotardi, o'tda qiynalardim. Bu yoqda endi buni bilasizlar o'zi, qarmoqlarimni. Bularni ham mana hamutlarni hammasini o'zgartirdim. Qisilib turadigan qildim, mana qimirlamaydigan qilib yubordim. Men 7 metrli balonskiy uduchka, men bu 5 metrli balonskiy uduchka, men bu necha metrli ekan? 6 metrli maxviy uduchka, 3,20 4,5 metrli maxviy uduchka, men bu balonskiy uduchka, bu necha metr? 4 metrligi, men bu maxviy 5 metr, 7 metr. Men 5 midi, 6 midi? 5 metr. Men bu 7 metrli balonskiy uduchka. Betga palava otopleniyani rulon qilib tiqib qo'yaman, yozlarda umuman kerak emas paytda. Endi mana bu meni syomka qilib ketadigan nima narsam. Buni mamitiga kamerani shundoq qilsa shaq etib o'zi kiyilib qoladi. Bunaqa prujinada magniti ham bor. Buni xohlagan joyimga, xohlagan balonligimga qo'yib qo'yaveraman. Qolgan ishlatayotgan paytimda tepada turaveradi. Mana bu narsa endi hozir oxirgi payt ishlatmayapman, kam ishlatyapman buni. Bu anaqa. Men bu yotganda kino ko'rib yotish uchun. Uglini o'zgartirsa bo'ladi. Keyin ana endi tarpetga keldik. Tarpetga qandoq ko'rinarmikan? Mana shunday o'xsan ko'rinarmikan? Bu bizada nima? Planshetimiz. Karta. Mana hozir o'tirgan joyimiz mana. Bu menda yuradi bu. Bunaqa yuradi bu xohlagan tarafga. Mana orqasi qanaqa, ko'rib olinglar orqasini. Mana rezbalar qilib, bunisi отдельный qilib qilganman. Mana buni yechib turib,
Mana bundoq qilsa pastga tushadi. De chiqazib olib, mana bu yerga tiqsa bo'ladi. Lekin hozir bu bizga kerak emas. Bu yerda ariqchasi bor. Mana o'qqa ariqchasi bor. Ariqchaga mana kirib qoladi-da, bu tushib ochilib ketmaydi. Kameralarga ham tekshiruv qilganman, bu kamera ishlatilmas ekan. Mana buni ham bo'shatib turib, buni ichkariga kirgizib yoki chiqarsa bo'ladi. Mana buni ham qotirib qo'ysa bo'ladi. Bu torpedga qotirilgan bu. 3D printerda qildim shuni. Zato zo'r bo'ldi. Endi menga yaxshi. Aka o'zgartirish kerak bo'lmay turibdi hozir, yaxshi. Mana bunaqa vintlar qilib, rezbali qilib qildim. Bu shurup emas bu. Mayda rezba bu. Endi mana bu narsa, bu cruise control. Uni ham ko'rgansizlar. Kerakli tezligiga chiqazib turib, mana shu oq knopkani bosib qo'ysa, hozir yoqib turiblar, o'chirib qo'ydim. Oq knopkani bossa, o'sha tezlikni ushlab ketaveradi. Mana bunda balandroq, pastroq qilsa bo'ladi. Tezlikni tezlashtirib yoki sekinlashtirsa bo'ladigan narsa. Qilingan narsalar shu mana. Undan ortiq narsa o'sha hozircha menga o'sha kerak narsa ham qolmadi. Hammasiga o'sha qilib olindi. Mana bu parda, mana oddiy sim mana primoy shurupni burab tashlab yurganman mana. Primoy shurup burab tashalgan. Ushab turibdi, hech bir. Endi bunga nagruzka ham yo'qda unaqa. Nagruzka berilmaydi. Orqalar ham yo'q. Mashinani ichi bo'ldi. Tomga bagajnik, lyuksni mana shunaqa uzunidan olasizlar. Uzunidan olsanglar hamma narsalar sig'ar ekan. Mana tog'ora, hamma narsa shu yerda. Lishniy narsalar o'sha yerga kirib ketadi. Buni yomon tarafi, men uchun yengillik bo'lgan joyi, g'adir-budirda yurganda mana bunaqa nimasi ishqalanib, bir-biriga ishqalanar ekan, mana shunaqa oq kukun bo'lib chiqarar ekan. Mana sizlar ko'rdinglar. Mana Markiza 2 millionmi shunaqaga 2,5 millionmi esimda yo'q, qimmatroqga oldim-da buni. Lekin rosa ish ko'rsatdi. Rosa ham ish ko'rsatdi bu. Ko'p joyda qutqardi bu narsa meni. Bu yog'i bundoq bo'lib, bundoq oldi ham bu yoqqa tushadi, narigi tarafida yana bitta qulog'i nariyoqqa yergacha tushadi. Yoqqa shamoldan to'siladi. Bu yoq oldi ochiq bo'lib turaveradi. Men bitta endi menga qo'yadigan stolimni ko'rgansizlar, bunda qisilib qoladi o'zi, tagidan oyog'im bundoq tushadi. Mana bu stolim bor. Bu stolni любой joyga qo'ysam bo'ladi. Ko'proq endi men mana shu markizani tagiga qo'yaman. Bitta minus tarafi u hozir meni uni olishim uchun mana shu sal ozgina tellashim kerak. O'shanisi yoqmayapti menga. Uni bir qulay, oson joy topishim kerak unga. Qozon, обязательно mana qozon esdan chiqibdi. Skaravarka olish kerak. Bundan kattarog'ini olish kerak iloji bo'lsa. Bu bir kishilikda, bir kishilik. Taxminan balandligi 8 sm. Nimasi 18 sm diametri. Quloq hisobga olmaganda. Nerjavekadan qilingan qimmatbaho narsa. Shu bilan obzorimiz tugadi, bo'ldi. Nima, ko'rpacha qolibdi. Hozir ko'rpachani to'shab davom ettiramiz. Ko'rpacha bo'yicha aytadigan gapim, mana mebelniy magazin, mebelniy aksessuar sotadigan Archa ko'chada joy bor. O'sha yerda million xil materiallar bor. Mana bu mehki mebellar ustiga qo'yadigan shunaqa materialdan oldim. O'zimga yoqadigan rangidan. Orqasiga boshqacharoq material oldim. Ko'rpachani ustiga kiyg'izdik uni. 2 metr, uzunligi 2 metr. Mana hozir 2 metrlikni to'shaganimda shuncha joy qoldi. Mashinani oldi past bo'lganligi uchun men boshimni pastga qo'yib yota olmayapman. Shunga oxirgi 2 galdan birin boshimni bu yoqqa qo'yib yotibman.
Lekin toza havo masalasi chatoq bo'ladi. Shunisi. Yomon taraf shu. Agar men boshimni nariyoqqa qo'yib yotsam, ikkita oynani ochib qo'yaman. Kerakligicha skvoznak qilib qo'yib yotaman-da. Qulay bo'ladi. Yostiqlar. Bitta katta, bitta kichkina. Bu kichkinani yupqalashtirish kerak. Qalinlik qilyapti menga. Ikkita qo'yib yota olmayapman. Bitta bunda yotsam kamlik qilib turibdi. Men bu ana suvda katamaranda uchganimda buni originali o'zi suvda tushib qolgan edi. Bu boshqa yasab oldim keyin. Ichidan olib tashlash kerak. Mana shunday cho'zilib yotganda bemalol odam sig'adi. Bemalol oyog'ini to'r qilib yotsa ham bo'ladi. Yoqqa buralib, bu yoqqa buralib juda ham qulay. Sinovdan o'tgan, rekomenduyu. Yuz qo'l yuvish, tish yuvish, haligi qor, sovuq nimalarda ham oyoqni osiltirib, menimizga ikkita oyoqni qo'yib olinadi. Zubnoy pastalar mana bu yerda tish yuvirilaveradi. Bunisi ham sinovdan o'tgan, yaxshi. Joy bemalol. Lishniy narsalar, mana bitta bir ikkita narsalar yotibdi-ku, mana produktda u bo'lar. Mana bunaqa joylarga taxlab tashlanadi. Lapatka mana bitta turadi. Mana shunda turadi. U общий mushet qilmaydi. Zo'r joyini topgan. Mana shunaqa, u kichkina emas bu. Nivani uchun yaxshi. Normalniy. Kakkuli sayrayapti mana. Kakkuni bilasizlar, hech ham o'zini tuxumini o'zi bosmaydi. Boshqa qushni iniga qo'yib ketadi bildirmasdan. Keyin u kakkuni bolasi ochib chiqqandan keyin ana original tuxum degan ochib chiqqan maydaroq qushni bolasini sekin otib yuborar ekan. Pastga tushirib yuborar ekan, o'zi yotib yurar ekan. Shunaqa xitrik qush. Havo bulut bo'lib qoldi. Mana havoni ko'ringlar qanaqa. Kamerani sekin aylantirish kerak, yana esimga tushdi hozir. Tez yurg'izib olaman. Boshi aylanib ketadi ko'rayotgan odam. Shunga mana sekin, mana yozdim. Bundan ham sekin qila olmayman. Mana upravleniya kamerani pastdan turib aylantirishni ko'rsatmoqman. Mana shunaqa narsa yasab olganman. Mana bu yerda miyasi turibdi. Mana bu servo mashinka, mana bu batareyka. Tushmaydi. Mana bu knopkadan o'chirib yoqib qo'yaman. Xo'sh, mana buraladigan narsasi mana bu. Agar bu ko'k chizuv bu yoqqa qarab turgan bo'lsa, bu kamera to'g'riga qarab turibdi degani. Bu yoqqa qilgan chap tarafga burildi, do'qsa o'ng tarafga burildi. Hozir ko'rsataman. Mana. Hozir burayman mana. Mana o'ng tarafga burildi. Mana chap tarafga buriladi. Buni yomon tarafi 360 ga, nima deydi? 180 gradusga burilmas ekanda, shunisi yoqmadi menga, haligi servo mashinkani. Faqat shu mundoq burilar ekan, bu yoqqacha burilar ekan, to'g'riga. Shu orqaga burilmas ekanda. Texnически невозможный narsa ekan. Endi uni shagoviy motorda qilmoqchi bo'lyapman. Hozircha bir ikkita qiyinchiliklar bo'lib turibdi unga. Oson bo'lmayapti. Hozir ovqatim tezroq pishsa, kecha chala pishgan go'sht solib, sho'rvaga solib nima qilib qo'ydim-da. Ovqatlanib keyin yo'lga chiqamiz. O'sha katta yo'lga chiqib ketamiz ashaq qarab.